Oyiz Qorniyni O'kinma degan bir kitobi. O'sha kitobni o'qishlarini tavsiya qilaman. Bu kimdir aytishi mumkin, bu kitoblar boyagi nima deydi, ovutish uchun insonni, boshqa deyish uchundir. Biz unutmasligimiz kerak. Biz ovunmasak nima bo'ladi? Masalan, ovunmay yashasak nima bo'ladi? O'kinib yashasak nima bo'ladi? Bu kitob aytadi, o'kinma deyapti, to'g'rimi? Hech bir shaklda o'kinma. Bu hayotda mana bu narsalarda mana bunday seni qadamlaring mana bunday bo'lishi kerak deyapti. O'kinma deyapti. Bir xil aytadi, bu kitoblar odamlarni aldaydi, xotir nima qilish uchun. Tamam, o'kinib yashasin. O kitob bo'lmasin, o kitobdagi aytiladigan gaplar bo'lmasin, unday qarashlar bo'lmasin-da. Hech kim uni o'qimasin-da, o'kinib yashasin. Kimga foyda, kimga ziyon? Bir odamni o'kinmasdan yashashi, o'kinib yashashidan yaxshiroqdir. Uni ahvoli bir xil bo'lsa ham. Ikkalasining hech narsasi yo'q. Bittasi o'kinmay yashaydi, bittasi o'kinib yashaydi. O'kinmay yashayotgan nega o'kinmay yashaydi? Nega? Chunki bir kuni bularning hammasini evazi borligini biladi. Bu nega o'kinib yashaydi? O'laman, yo'q bo'laman deydi. Tirikligimda ham hech narsa qila olmadim deydi.